Mashinalar kuzovidagi mobil reklama bilan istalgan boshqa tashqi reklama kanali o'rtasida AB test qilib solishtirib ko'rishimiz mumkin. Keling, mashinalar va billbordlar o'rtasida shunaqa test o'tkazib ko'raylik. Billbord va mashinadagi reklamaning narxida katta farq bo'lmasligi mumkin, lekin eng asosiy farqlar quyidagi joylarda. Birinchisi, bu billbord bitta joyda turishi, mashinaning esa mobil ekanligi. Bir joyda turgan reklamaning oldidan odatda kamida 50% gacha bo'lgan har kuni o'tib qaytadigan odamlar, xaridor o'tadi va bu sizning reklamangizni ko'ruvchi unikal xaridorlar sonini kam bo'lishiga olib keladi. Kimga nisbatan? Mobil reklamaga nisbatan. Mobil reklamada esa unikal ko'ruvchilar soni ancha ko'proq bo'ladi. Ikkinchidan, statik reklama bo'lgan billbordlarni ko'rganda odamlar 1 yoki 2 sekund vaqt ajratib qarashadi. Mobil reklamani esa Amerikadagi tashqi reklama assotsiatsiyasining hisob-kitoblariga ko'ra 8-10 soniya vaqt ajratib, ya'ni 4 barobar ko'proq vaqt ajratib tomosha qilishadi. Bu ko'rishlarning sifatliligini ancha oshiradi. Uchinchidan, eng yirik, eng katta farqimiz shuki, mobil reklama bu ruscha aytganda dva v одном, ya'ni ham reklama, ham siz uchun imij. Billboard esa afsuski bunaqa imij reputatsiyasini bera olmaydi. Chunki mashinalarni xaridor sizniki deb o'ylashligi sizning brendingiz uchun bu juda katta yutuq. Tashqi reklama kanallari orasida siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Billboardnimi yoki mobil reklamani?